Assalomu alaykum. Bugun ko'plarni qiynaydigan poralar haqida gaplashamiz. Poralar nima, nega ular kengayadi va ulardan butunlay qutulish imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Mana hamma shu savollarga mana shu videodan javob olishinglar mumkin. Poralar terimizdagi mayda teshiklar bo'lib, ular orqali ter va yog' bezlari chiqadi. Bu teshiklar organizmimiz uchun aslida juda muhim, chunki ular terini namlaydi va uni himoya qiladi. Shuning uchun poralar tabiiy va zarur narsa. Ularni butunlay yo'q qilish imkoniyati yo'q, lekin ba'zan ular kengayib, ko'zga ko'rinadigan darajada bo'lib qoladi. Bu esa ko'pchilik odamlar uchun juda noqulaylik tug'diradi. Poralar quyidagi holatlarda kengayadi. Birinchisi, bu yog' bezlari ko'proq yog' ishlab chiqaradigan bo'lsa, poralar kengayishni boshlaydi. Bu ko'pincha yog'li teriga ega odamlardagina uchraydi. O'lik teri hujayralari poralarni to'sib qo'yishi ham kengayishga olib keladi. Agarda o'lik teri hujayralari poralarni to'sib qo'yadigan bo'lsa, yog' chiqib ketishga yo'l topolmay, kattarishga majbur bo'ladi. Yana bitta poralarni kengayishga olib keladigan bir narsa bu noto'g'ri kosmetikalarni ishlatish, chunki teri uchga bo'linadi. Birinchisi bu aralash teri, ikkinchisi yog'li va quruq terilar. Quyoshdan yaxshi himoyalanmayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ular ham o'zini poralarini kengayishini ko'rishi mumkin. Nega? Chunki ularni teridagi elastiklik yo'qoladi va poralar kattaroq ko'rinishni boshlaydi. Haqiqat shundaki, poralarni butunlay yo'qotish imkoniyati yo'q, lekin to'g'ri mahsulot va yaxshi parvarish bilan ularni kichraytirish va kamroq ko'zga ko'rinadigan qilish mumkin. Poralarga qarshi eng samarali narsalardan biri bu niasinamid B3 vitamini. Bu haqida gaplashgan edik. O'sha videoni ham ko'rishingiz mumkin agar niasinamid haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz. Salitsil kislotasi BHA terining chuqur qatlamlariga kirib, poralarni tozalaydi va yog'ni kamaytiradi. Retinol nimaga retinol? Chunki terini yangilashga va elastikligini oshirishga va poralarni kichraytirishga eng ko'p yordam beradigan va kuchli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Kuniga 2 marta teri yumshoq tozalash muhim. Qattiq yuvishdan saqlaning, chunki bu terini quritib, poralarni qaytanga ko'proq kengaytirishi mumkin. Va oxirgi beradigan maslahatimiz bu quyoshdan himoya. Har kuni SPF surting, chunki quyosh terining elastikligini kamaytiradi va poralarni kengaytirishga olib kelishi mumkin. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizning kanalimizga ulanib qo'yishni unutmang va izohlarda o'zingizlarning fikrlarini yozib, savollaringiz bo'lsa bemalol berishinglar mumkin. Biz ularga vaqtida javob beramiz. Rahmat kattakon.